Savol berishibdi. Nega men kengaya olmayapman biznes qilib? Buni psixologik xususiyati nimadan iborat? Ruhiyatimda qanday bir to'siqlar bor deb savol berishibdi. Endi men ko'plab insonlar bilan gaplashganda kuzatib aniqlaganim shuki, qadrdonlar, keng tarqalgan muammo bu. Siz kengaya olmayotganingizni sababi imkoningiz yo'q yoki bilimingiz yetmayotgandan emas. Ishchilaringizni ko'p olmayotganingiz yoki bir ishchi topolmayotganingizni sababi umuman siz kutmagan joyda yotibdi. Ya'ni siz boshqaruvni yo'qotib qo'yishdan qo'rqyapsiz. Siz nazoratni yo'qotib qo'yishdan qo'rqyapsiz. Agar siz kengayib ketsangiz yoki ko'payib ketsangiz, qanday qilib men nazorat qila olaman? Pul oqimini qanday nazorat qila olaman? Keyin siz o'ziga yaratib olgan o'zbek tilida aytganda qulaylik, komfortni yo'qotishdan qo'rqyapsiz. Ana o'sha komfortni yo'qotib qo'ysangiz, agar siz kengaysangiz, masshtabingiz kattalashsa, hozir sizga qulay bo'lgan ko'p narsalardan voz kechishingizga to'g'ri keladi. Ana o'shandan qo'rqyapsiz. Nima uchun siz bulardan qo'rqyapsiz? Chunki siz endi qarang, misol uchun boshqaruvni yo'qotishdan qo'rqayotganingizni yana bir tarafi bu pul oqimini yoki odamlarni faoliyatini, odamlar qo'lingizda siz bilan birga hamkorlik qilayotgan odamlarni nazorat qila olmay qolaman. Ular meni joyimga olib qo'yishi mumkin yoki ular mendan o'rganib olib o'zlari ochib olishi mumkin. Yoki bo'lmasa men hozirgi komfortimni yo'qotib qo'yishim mumkin va ular meni ustimdan hukm qilishi mumkin degan shu kabi qo'rquvlar. Demak, siz birinchi o'rinda bilishingiz kerakki, o'zingizni yaratuvchiga topshirgan holda har bir ishchini u o'zini o'zi va o'zini guruhini o'zi nazorat qilishi kerak, siz emas. Siz bor yo'g'i mana shu mas'ul bo'lgan ishchi bilan munosabatingizni yaxshilab olishingiz kerak, shuni anglashingiz kerak. Agar siz har bir ishchini nazorat qilaman, har bir ish jarayonini nazorat qilaman desangiz, tabiiy hol siz nazorat qila olmaysiz, yetmaysiz. Shuning uchun bitta o'sha mas'ul odamni nazorat qilishingiz kerak. U odamga siz yetarlicha summa berishga tayyor bo'lishingiz kerak. Agar siz o'sha gruppani yig'masangiz, o'sha jamoani yig'masangiz va sizni komandangiz kengaymasa, komanda keng, biz haligi biznesingizni masshtabini komanda bilan hisoblab turing. Hozircha ba'zi bir xil insonlarda shunaqa bo'ladi. Komandangiz kengaymasa, siz katta pul topa olmaysiz. Misol uchun hozir siz 10 so'm topib turibsiz o'zingiz. Lekin komandangiz ham bor, oldingizda 2 ta, 3 ta, 4 ta yordamchingiz bor. Lekin siz kengaysangiz, siz 10 so'm emas, 100 so'm topishni boshlaysiz. Lekin bu 100 so'mni hammasini siz olmaysiz. Uni aytaylik 70 so'mini tarqatasiz. O'zingiz 30 so'm olarsiz, 20 so'm olarsiz. 10 so'mdan ko'ra shu yaxshiroq. Lekin undan tashqari sizda yana kengayganingizdan keyin kompaniyangizni yana ham nomi chiqishi va siz yana ham mustahkamroq pozitsiyalarga o'tishni boshlaysiz. O'shaning uchun birinchi vazifa kengayishdan. Bu o'zi aslida biznesda asosi xizmat bo'lishi kerak. Odamlarga foydasi tegish. Shuning uchun siz masshtabda, shuning uchun siz kengayishni o'ylashingiz kerak. Agar sizni xayolingiz qo'rquv, o'sha boshqaruvni yo'qotish degan bir arzimas narsalar bo'lsa, siz yaxshisi birovni qo'liga ishga kirib, o'sha biron bir частный ishni yig'ishtirib, o'zingizni ishingizni yig'ishtirib, birovni qo'lida ishlaganingiz yaxshi. U yerda siz o'ylagan, siz izlagan stabilniy bir maromdalik bor. 20 yil stabilni past oylik olib yotaverasiz. Zato stabilni bo'ladi.